asosiy maqsad mana shu tadbirkorlar bilan uchrashib, ularga fuqarolar bilan uchrashib, shu bankimiz tomonidan ajratilayotgan kreditlar bo'yicha ma'lumotlar berib borish hamda shu tadbirkorlikka nima deydi, ozgina bo'lsa ham o'zimiz tomonidan imkoniyat yaratib berish. Bizni tomonimizdan har bitta tadbirkorlikni amalga oshirish uchun avvalambor mablag' tomonidan moliyaviy ko'mak bo'ladi. Shu bankimiz tomonidan prezidentimiz qarorlarida chiqarilgan bir qator o'shalar orqali bankimiz tomonidan kreditlar ajratib kelmoqda. Hozirda masalan 312-sonli prezidentimiz qarorlari bor. Bu qarorga asosan biz 300 million so'mgacha kredit ajratishimiz mumkin. Garov taqdim etilgan holda garovsiz 100 million so'mgacha kredit ajratib berishimiz mumkin. Bunda o'sha kamida 1 yil faoliyat ko'rsatgan mijozlarimiz bo'lishi kerak. O'sha kamida 1 yil faoliyat ko'rsatgan va faoliyatini kengaytirish niyatida bo'lgan tadbirkorlarga 100 million so'mgacha ajratiladi. Muddati 7 yilgacha. Endi bu o'sha tadbirkorlik faoliyat turidan kelib chiqib belgilanadi. Imtiyozli davri 2 yilgacha. Ya'ni 2 yilgacha faqat foizini o'zi to'lab boriladi. Keyin buni foizi tumanni o'sha toifalarga ajratilgan, o'sha hududdan kelib chiqib belgilanadi. Bizning Muborak tumanimizga 20% pul belgilanadi. Garovga hech narsa taqdim etilmaydi. O'sha nima deydi, pul ko'chirish yo'li bilan ajratib beriladi. 100 million so'mgacha garovsiz. Undan keyin garov taqdim etsa 300 million so'mgacha ajratiladi. Bundan tashqari ham o'sha mahallalarda o'zimizga bankka biriktirilgan mahallalarda agentlar, mahalla bankirlari tayinlangan. Ular ham shu kredit mahsulotlari bo'yicha, omonatlar bo'yicha, bankni umumiy mahsulotlari bo'yicha ma'lumotlar berib boradi.